Assalomu alaykum. Arasha va Hisor ishqibozlari, ko'kalar, akalar, bugun hafta kuniga chorshanba 4-iyun, manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Teparoq qishlog'i. Xo'p, akalar, o'zimiz qo'ramizdan yana video syomka qilyapmiz. 3 dona qo'zi qo'chqorimiz bor, uchalasi ham qo'zi. Va bitta qora hisorimiz bor, dahshati. Uni ikkinchi video qo'yib ketamiz, xolosa. Uni ham bugun qo'yamiz inshaalloh. Xo'p. Bugungi saralangan eng zo'ridan shu bo'yi baland bo'lsin, qo'zi bo'lsin deganlarga, quloq uzun, quloq 21 plus bo'lsin deganlarga, quloq 20 bo'lsa ham sifatli, dahshat bo'lsin, qo'zi bo'lsin deganlarga mana hammasidan bor. Quloq 20, qo'zi qo'chqor, o'ta ko'chat narsa. Quloq 21 plus, qo'zi ikkitishga chiqyapti bu, ishimizda. Buni quloq 20, bo'yi baland, salkam 1 metr, qo'zi hali. Ish buzmagan. Uchalasini bitta-bitta bu yoqqa chiqarib video qilib ko'rsatib o'tamiz. Biz boshladik. Xo'p, qaysi biridan boshlaylik? Kattasidan boshlaylik, a? Kattasidan. Davay, kattasidan boshlaymiz. Akalar, oldida qulog'ini shuni sizlarga o'lchab, tishlarini ko'rsatib o'taman. Keyin bo'ylarini o'lchab ko'rsatib beraman. Xo'p, tishlari akalar. Kejoq, kattasi bu, hozir qiyin bo'ladi. Bu ham tish buzishga kelibdi akalar. Jonivor endi tish buzyapti ekan. Birinchisi kejoqlar. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Bunisi ham tish buzyapti. Kecha kachok. Bu Borzi degan qo'chqorimiz. Laqabi Borzi. Qo'zi bu hali. Tish buzmaydi hali beri bu. Ko'rindi o'ynayman, tish buzmaydi. Laqabi Borzi buni. Haqiqiy Borzi, yurishlari ham zo'r. Bu Krasavchi degan qo'chqorimiz. Hammasini laqabi bor. Mana bu laqabi nima deb o'ylaysizlar akalar? Akalar, bu laqabi Gigant. Qo'zi qo'chqorimiz Gigant laqabli qo'chqorimiz, shunchaki quloqni ko'rsam biroz. Xo'p, mana akalar, jasosa qo'ydim. Quloq 20. Ko'rindimi? Ko'rdim. Kejonov, 1 minut. Qash kelyapti. Cho'zib ketib qolibdi. 20 bo'ldi. Bunisi akalar, Krasavchi edi qulog'i. Metr. Uzaytirib olmasak. Tak, bo'ldi, hozir bo'ladi. Bo'ldi, qashonki metr. To'xtabdi, metr qismib qo'yapti akalar. E'tibor beramiz mana. Ko'rinyapti, tepani ham ko'rsatgancha. Tepani ham. Mana. Tepadan boshla. Tasavvur qo'ydim. Endi pastini ko'rsat. Ko'rindimi? 21. Xo'p, bunisi esa Borziga keldik. Quloqni pastini ko'rsat. Pastini. Ko'rindimi? 20. To'xta. Ko'rindi? 20 plus bo'ldi. Endi olib chiqsa. Gigant olib chiqdi akalar. Yelkasi keladi, jiyandi, yelkasi. Qarang, iplanmayapti. Ayollar o'ta tikka, baquvvat. Kuchi yetmayapti jiyandi. Gigant laqabli qo'chqorimiz. Dumbalar. Aylan. Shu. Tomon göt. Bo'ldi. Xo'p, mana qo'chqorimiz sal tinchlandi. Gigant qo'chqorimiz, taglari oppoq, quloqlari 20. Qo'zi qo'chqorimiz endi tish buzishni boshladi. Dumbalarni ko'rsat bizga endi, aqaylan. Tapishkasini ham olib ketyapti jiyan. Bu gigant iplanmayapti bu. Bo'ldi. Ha, dumbasi kerak. O'sha. Razrezi ham cho'tka akalar. O'ta gigant bu qo'chqorimiz. Junlari toza akalar, qirrajun. Mana simjun. Mana akalar, simjun, qirrajun. Yana bir marta olib qo'yadigan bo'lib qolibdi shuni. Tushlari, kallasi ham chiroyli. Mana kallani ko'rsatay.
Kellasi. Tishini ko'rsatdim, qulog'ini ko'rsatdim. Shu ashunda ushobdir. Endi oyoqlarga e'tibor berasizlar. Tuyoqlariga baquvvat istagan tuyoq. Ko'rindi o'ylayman, o'ta baquvvat, uzun. Endi bo'ylarni o'lchaymiz akalar. Xo'p, akalar. Jiyanimiz bir amallab tushadi. Xo'p, qo'ydim. Buni qo'ying. Bo'yni ko'ringlar, bo'yni. Gigant bo'yni qaranglar, gigant. Jonivor. Nech chiqsa shunga olaverasizlar akalar. Haqiqiy gigant deb qo'chqorimiz. Haqiqiy gigant deb qo'chqorimiz akalar. Yo'lilmayapti akalar. Nech chiqsa shunga olaverasizlar. Junda ham ozgina hisob olasizlar 1 sm. Yong boshdan ushlab tursang, shunday. Mana uzunligi ham akalar, kvadrat. Kvadrat akalar. Bo'ldi. Mana общий kadr akalar, общий kadr. Qo'chqorimiz o'ta katta. Endi tish buzishi ko'ziydi bu, tish buzib boribdi. Xo'p, akalar, bu narxi $1300. Bo'ladigan $1300 dastka qilib beramiz. Quloq 20, bo'ylarini, uzunligini ko'rsatdim. Laqabi gigant. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Xo'p, akalar, bu ikkinchisi Krasavchik laqabli qo'chqorimiz. Bu ham qo'zi qo'chqor edi, tish buzib boribdi. Hammasi 1 yashar bo'lyapti akalar. Yoshiga to'lyapti. Quloq 21, plus 21 ga olaverasizlar. Bo'ylarini ham ko'rsatamiz. Orqasini ko'rsatdi. Jonivor, bo'ldi. Dumbalari chiroyli. Tikka dumba. Mana dumbalari. Ichi tortchi. Tort o'zingga. Tort. Ko'rsatgan dumbalarni. Endi yon boshlatchi, bo'ylarni o'lchaylikchi. Bu ixchamroq, yuzlari birinchi svetda baqa qoldi. Kellasi. Mana shunda ko'rinsin. Bo'ldi, endi shu. Birinchi svetda, quloq 21. Yuz oppoq. Chiroyli narsa. Ishlashi zo'r, ishlashi garantiya. Xo'p. Kellarni ko'tar. Bo'ylari. Xo'p, akalar. Nech chiqsa shunga berasizlar, akalar. Ko'ryapsizlar. Uzunligi ham shunaqa. Kvadrat, hammasi kvadrat bo'ladi, yaxshi qo'chqorlar. Kellasiga e'tibor berasizlar. Oq svet, birinchi svetda, qo'llari uzun, tomonlari bor. Ayba akalar, kiyimga to'ymagan bu. Endi yeyapti bizga kelib. Kechenlarni qilib qo'ydik, endi yeyapti xolos. Semirga to'kib ketadi. Mana dumbalari. Dumban tuzilishi. Necha tortchi? Mana akalar, dumbas. Qo'lni ko'rindi deb o'ylayman. Har tomondan quloq orqasi ko'rinishi. Bular zo'r joylashgan. Hamma ko'rindi o'ylayman. Yuzlarni ko'rsatib bizga. Xo'p, akalar, buni bo'ladigan narxi $1100. Dastlabki ichida kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Svet birinchi svetda juda chiroyli, yuzining rangi. Qulog'i zo'r, dumbalar tikka, hamma chiroyli. Hali yosh asosiysi, katta bo'lib ketadi inshaalloh. Telefon qilaverasizlar, biz uchinchisini ko'rsatamiz. Xo'p, akalar, uchinchisi Borzi laqabli qo'chqorimiz. Hali qo'zi, xohlasa 1-2 oyda tushib buzib qoladi. Yosh. Kachuk bu, dumbalarni qaranglar. Cho'tki chizig'i zo'r. Razres tepagacha. Jiyan kuch yetmaydi bunga. Borzi, peshonasiga e'tibor beringlar. Mahkam shu, mahkam shu. Mahkam shu. Endi shu. Peshona garbonos, peshonasi zo'r chiqqan, quloqlari uzun, hali yosh. Endi baqa tortdi. Mana qo'chqorimiz. Bu haqiqiy Borzi. Oldini ko'tarib yuradi akalar bu. Mahkam shu. Qisib qo'ydi jiyanni. Mahkam shu. Jiyan o'zi sport bilan shug'ullanyapti. Xohlasa hali qo'ylarni ham kuch yetmaydi deb qoladi, jiyan. Qo'chqorlarni eng kattalarini eplayapti mana. Hozircha ancha yaxshi tajribasi, sekin-sekin oshyapti, o'rganib oladi. Akalar, tuyoq e'tibor berasizlar. Istagan tuyoq, tuyoqlar tekis, old tushlari chiqqan. Oldini ko'kragini ko'tarib turishi zo'r. Belini ichiga tushirib, kallaga e'tibor berasizlar akalar. Hamma yo'q zo'r.
Endi to'shlariga e'tibor berasizlar. To'shlari keng. Bularga chiqqan. Hamma huzurda. Standart. Men o'ylaymanki, qo'zi bo'lsa shunchalik bo'ladi akalar. Hamma chiroyli. Aylantirchi. Dumbalarni ham bir ko'raylik. Quyoshga qicha endi bitta dumbalarni. Ha, akalar. Mahkam shu. Xo'p, mana dumbalar akalar. Chiqarib oldik edi xulasa. Bu juda baquvvatlik qilyapti. Ag'otsa samji. Ag'ot. Kellasini ko'rsat bizga. Bo'yin sohasi uzun. Qayt bo'ladigan narsa. Bo'rzi qo'chqorimiz. Akalar, buni ham narxi 1100 dollar. Nasib qilib bitkazib beramiz. Xo'p. Bo'ylarini o'lchadingmi? Yo'q, bu bo'yni o'lchamaydi. Bo'ylarni o'lchab beraylik. Xo'p, mana akalar. Qo'chqorimizni ham yo'lni ko'rsatdik. Endi bo'ylariga necha chiqsa shunga beramiz. Qo'zi akalar, eslatib o'taman, qo'zi. Tish buzmagan, tish yorgan yo'q hali. Xolos o'sib kengayib oladi. Qo'ydim. Uzunligi ham zo'r, kvadrat. Kalla qismi, quloq qismi ham chiroyli. Quloqda metkasi bor, bag'ida yo'q. Quloq ham chiroyli. Ana akalar. Quloq shirinasi ham zo'r. Joylashi ham chiroyli joylashgan. Xo'p, 1100 dollar dastak qilib bitkazib beramiz. Bo'ladigan narx akalar. Mahkam shu, mahkam shu. Xo'p, kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar inshaalloh bundan zo'rini chiqarishga harakat qilamiz. Bitta qorasini zo'rlari kelgan, bitta qora, toza kashtani kelgan. Buni ham video qilib chiqaramiz, xolos. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar, charchamanglar. Sog' bo'linglar.